Belka kolesida aylanib yurgan edim. O'zi tirigu, lekin o'lib qolgan odamdek edim. Umidimni uzgandim. Уже u eski rejimga qaytish уже nevegida. Beshikdan to tobutgacha ilm o'rgangin degan. O'rganish kerak, kelish kerak. Men o'zi buxgalterman, ismim Feruza, 48 yoshdaman. Instagramda Umidjon Razikovni kuzatib yurardim. Orada Instagramda yozishdim. Qalbdan, chin dildan yangi kasbni o'rganmoqchiligimni aytdim. Ya'ni hayotimga boshqacha, ya'ni boshqanaqa kirgizishni xohladim. Belka kolesida aylanib yurgan edim. Oldindan o'zi tradingga qiziqib yurganman. Umidjon akani trading sohasidan emas, YouTube'da ko'proq ko'rganman, shaxsiy rivojlanish bo'yicha. Kunlardan bir kun Instagram tiklab o'tiribman, chiqib keldi. Yangi shou qilamiz, biz kasting qilamiz, bizlarga qabul qilingan odamlar bizlar bilan 30 kun trading o'rganadi. Hayron bo'ldim, agar bu narsa 30 kunda shuncha bilimni bir kunga 30 kun tiqib bergan bo'lsa, zo'r narsa, zo'r imkoniyat deb o'yladim. Kastingga keldim. Juda ham odam ko'p edi. Kastingda qatnashdik. Telefon qilishadi dedilar. Shu bilan ish bilan bo'lib ketdim, hayolimga ham kelgan yo'q. Taqdir bo'lsa o'tamiz degan edi. Qo'ng'iroqni kutdim, 1-2 kun umidimni uzgandim. Lekin baribir ham odamning ichida qanaqadir umid bor ediki, nomid shayton deydi-ku, ichingda bir baribir ham olishsa bo'lardi-ku, nimadir qanaqadir xato qildimmikan, qanaqadir xatoyimni misol yetishsa ham misol o'sha xatoyim ustida ishlab ketaman. Svetofor kelganda bitta Telegramda ochsam 4:30 da siz keling qatnashing deb yotibdi deb o'tdi anaqa e'londa. Shunaqangi yo'llarimni topib so'rab rovni soat etgan vaqtga yetib kelib darsga tayyor bo'lib o'tirdim. Yaxshi niyat qilib qo'ydik. Xudo xolasa O'zbekistonga bo'lsak, nasib bo'lsa proyektlar ochib qolsalar boramiz deb Taqdir akam mana keldik. Oldin ozgina dangasaliklar bor edi. Ozgina emas, yaxshigina. Energiya bunaqa yo'q edi. Energiya kuchaydi. O'sha ishga bo'lgan qiziqish oshyapti. Bitta bunda emas, treyderlikda emas, o'zim savdogarman. Savdamda ham qanaqadir yengilliklar, miyaga ko'proq ishlashni boshlayapti. Odamlar bilan gaplashish yaxshilanyapti. Kayfiyat ko'tarilyapti. Birinchi hafta o'tdi desak ham, ko'proq psixologический o'zimizni emotsiyalarimizni, o'zimizni misol savdo paytidami yoki hayotiy paytda ham o'zimizni iloji boricha o'zimizga ishonchni ham ko'paytirdilar. Menimcha har bitta kunimizdan mazmunli foydalanishni ham o'rgatdilar. Zadaniyalar kunni tartibga qo'yish, miyani boshqarish, har kuni ertalab aytilgan vaqtda uyg'onish, dush qabul qilish, kitob o'qish, meditatsiya qilish, shu kabi zadaniyalar berildi. Endi boshida qiyin bo'ldi, birinchi ikkinchi kunlar, endi hozir yaxshi, bunga moslashdik. Уже farqi bor bu yerga bilan, bu rejimdan keyingi holat. Уже u eski rejimga qaytish уже nevegida qiziq emas уже. Umidjon akani gapirishlari juda ham yoqdi. Он все детально, кардинально до конца объясняет, он сам вникает в это и не понимает, как время проходит. Juda ko'p voqeachi mumkin gapiradilar, o'zlari bilmay qoladi. Shuncha o'tkazamiz desalar, 2 barobar o'tib ketadi bu. O'zi 3-4 kunlik darsda o'zida dunyoqarashim boshqacha bo'lib ketdi. Mishleniyalarim umuman o'ylamay qo'ydim. Intizom kuchaydi sal. 180 gradusga o'zgarib ketishga hali ulgurmadik. Hali protsessda-yu davom etyapti. Lekin anchadir miqdorda intizom kirdi. Shaxsiyat ko'tarildi ozgina. Любой kasbda birinchi bo'lib psixologiya ekan. Miyani davolab, o'zingiz boy bo'lishingiz uchun miya bilan tanani tayyorlash kerak ekan. O'shani tayyorlaganingizdan keyin siz shu yaxshi natijalarga erishar ekansiz. Yozib boramiz har kun daftarga. Men shu kishidan roziman, hayotimdan roziman. Keyin rahmat aytamiz. Yaxshi ko'rishimizni aytamiz. Zo'r. Odamlarni kimlardir xafa qilgan bo'lsak, telefon qilib uzr so'raymiz. Loyiha yaxshi tashkillashtirilgan. Birdaniga matematikaga kirib ketmayapti-ku, lekin birdaniga sekin bosqichma-bosqich odamlar yaxshi tayyorlab olib, undan keyin o'sha yo'nalishga yo'naltiryapti o'zini. Munosabatlarni yaxshilashga, o'zining ruhiyatini yaxshilashga qaratilib birinchi darslar mana shunga qaratilgan. Men to'g'risini aytsam, maqsadsiz bo'lib qolgan edim. Ustoz aytganlaridek, men bu oldingi YouTube'da bergan darslaridagi
o'zi tirigu lekin o'lib qolgan odamdek edim, chunki maqsadlarim yo'q, zona komfortga kirganman, boriga baraka, qornim to'ysa bo'ldi, shu ishim, belka kolesi ishga boraman, ishdan kelaman. Shu oddiy holat edi. Hozir umuman maqsadlarim juda ham yuksaldi. Boshqacha o'zgarishlar o'zimda sezyapman. Ya'ni katta maqsadlar qo'ydim oldimga. Tur harakat qil degan gap bor, uni yetkazib berish bor. Yetkazib bera oldilar. Shu o'tirgan depressiyadagi bo'ladimi, stressda bo'ladimi, o'rnidan turib harakat qilishga undaydigan gaplar bo'ldi. Ko'pchiligimiz nasib bo'ldi, xudo xolasa natija tomon harakatni boshladik. Odam o'zgarib qolar ekan. Ilmli odamni oldida yursa, o'zi o'sib ketaverar ekan odam. Dunyo qarashida katta gap bor ekan. Aytuvdilar, yo'nks katta odam bilan yurish kerak, misol uchun. Shukur qilishni o'rganaman birinchi o'rinda. Atrofdagilar bilan yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Keyin yaqinlar bilan o'zim munosabatim ancha yaxshi. Yaqinlarim bilan. Oldin yonimdagi odamlar bilan umuman chiqisha olmasdim. Iloji boricha odamlardan qochishga harakat qilardim. O'zimni imkoniyatlarimni baholab ko'rdim. Qayerga urg'u berish kerakligini bildim. Fokusni qayerga qaratish kerakligini o'rgandim. Mana shu jihatdan lekin odam o'ziga maqsadlarni yangilab, yangi maqsadlar qo'yib, shunga qarab harakatlanishni o'rgandi. Energiyasi bor odam bilan gaplashsa, ustoz haqida gapirib turibman. Yo'qolganda energiyasi. Birinchi kunga qaraganda hozirda o'zimga qanaqadir ichimdan energiya ko'payayotganini his qilib turibman. O'zi bu yoqqa kelishim birdan bir sababi shu trading, faqat tradingni o'rganish edi. Lekin bu yoqqa kelgandan keyin o'zi boshqacha atmosfera, hayotda o'zligini anglash, o'zini birinchi o'rinda qo'yish, shular ham o'rgatildi. Beshikdan to tobutgacha ilm o'rgangin degan. O'rganish kerak, kelish kerak. Baribir usta ko'rish kerak-da. O'zingiz o'rgangan boshqa, baribir kimdir ustozlik qilsa u boshqa narsa. Har kuni yo'lgan yo'ringizda ham baribir ustoz bilan yurgan boshqa-da. Adashib qolmaysiz. 30 kundan keyin o'zimni sohamda hozirda o'qiyman. Najot ta'limda IT bo'yicha o'qiyman. Shu soha olib boraman va trading sohasini ham qo'shimcha tarzda ikkalasini baravar olib boraman. Qaysi soha men uchunligini aniqligini bilsam, shu sohaga fokusimni ko'proq qarataman. Niyatim Shark Tradingda qolish, faoliyatimni bilan birga davom ettirish. Xudo xohlasa Jamoaga qo'shilish niyatim bor. Jamoa zo'r. Shu jamoa ma'qul bo'lganidan chetdamiz. O'zi boshqa treninglarga, boshqa nimalarga ko'p borganman. Eng optimalniy variant men uchun mana shu Shark Trading bo'ldi. O'shaning uchun chetdaman. hali menga yoqmaydigan narsani ko'rmadim. Jamoada, kursdoshlarning orasida hamma narsa o'zini o'rnida. Dangasa va hayotga qiziqish yo'q. Hayotimni o'zgartiraman. Kelajakda yangi marralarga, yangi cho'qqilarga yoki maqsadlarimga erishaman deganlarga Tavsiya qilardim aka. Odam o'zini o'zgartirish uchun tavsiya qilardim.